Uchko'prik tuman markazidan 10 sotix uyli bo'lgan sentrdan xonadon qidirib turgan hurmatli mijozlarimiz uchun Uchko'prik tuman markazida joylashgan 10 sotix bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqarildi. Albatta bu joyda eski qurilishlarimiz mavjud. Tuman sentrida joylashgan Yigit klinika, bu tarafda Yigit klinika eski SES binosining oldidagi joylashgan xonadonimiz va tuman dehqon bozori orqa tarafida joylashgan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Videomiz boshida bizni endi kuzatib turgan obunachilar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va like tugmasini bosishni unutmanglar. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, 60 ming dollar narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holat bor. Sizlarga qisqachagina obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu tarafimiz Yigit klinikadan shundoqqina o'ngga yurganda eski SES binosidan o'tib, o'ngga kirib kelgan ko'chada asosiy kirib kelish yo'limiz. Chegaramiz bu garajni bu boshidan boshlanib, mana bu joyda tugagan chegaramiz. Где-то yo'l bo'ylab примерно 30 metr atrofda, 30-40 metr fasadimiz. Mana bu kirish darvozaxona qismimiz. Mana bu hovlimiz. Albatta bu chap tarafda огородimiz bor. Mana eski binolarimiz. 10 sotix bo'lgan tuman markazida joylashgan xonadonimiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib baraka qilishliklaring mumkin. Albatta narxiga arziydigan joyda. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.